Assalomu alaykum parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari. Xudo bugun Adlerskiy Serebryus xo'rozlarimizni arzon optim narxda kanalimizga chiqaramiz. Makyollarimiz qolmagan, boshqa turdagi Anjon qora yoki Adlerskiy makyollari hech qaysidan yo'q, faqat xo'rozlarimiz bor. Adlerskiy xo'rozlar mashlarni xudo xolisa bugun sizlarga qisqacha qilib, chiroyli qilib reklama qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bugun chislomiz 25-yanvar 2026-yil. Manzilimiz Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidanmiz. Bir dona Anjon qoramizni xo'rozdan qolgan hammasi Adlerskiy xo'rozlar. Narxlari juda ham qulay, juda ham arzon narxda, lekin makiyom yo'q. Faqat xo'roz. Xo'rozlarimizda optimga 130 mingdan qilib beramiz. Agar kimdir teri olaman desa, kattalarini oralarida ulardan 150 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. Bunaqa narx O'zbekistonda yo'q. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp hamma yog'imiz bor. Imogacha ochib qo'yganmiz. Xo'rozlarimiz hammasi sog'lom, juda ham yirik xo'rozlar mana. Yaqinroqdan ko'rsataman. Anjon qora xo'rozimiz ham bor bitta. Ichida. Ham narxi bir xil. Kimdir xo'roz almashtirmoqchi bo'lsa yoki makyollarga bir xil xo'roz bo'lsa ham bo'lmaydi. Kimdir xo'rozlarni almashtirmoqchi bo'lsa ham qolishlari mumkin. Bitta, ikkita, 10 ta farqi yo'q. Nechta bo'lsa hammasini qilib beramiz. Bu yoqda bir u yoqda ham yuribdi. 70-80 ta atrofida xo'roz bor. So'yib yeyishga bo'lsa ham yaxshigina go'sht qiladi. Hozir mana shu turishi ham 2,5-3 kilo go'sht qilsa kerak. Hali yosh xo'rozlar bular. Endi qichqiriqqa kirgan xo'rozlar hammasi qichqiradi. Aytgancha bir dona makyonimiz qolgan. Mana Adlerskiyning bir dona makyoni. 150 ming kimga kerak bo'lsa, uni ham sotib olamiz. Do'stlar, hammaga rahmat. Aloqaga chiqaverasizlar kimga kerak bo'lsa. Telegram, WhatsApp nomerlarimiz bor. Promay aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi. Manzilimiz yana bir marta eslatib o'taman, Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidamiz.